Muhoyabayni Instagramda oxirgi qo'ygan postimizga savollar kelgan. Shulardan bittasi gepatit D ni vaqtida davolanib tursa sirrozga o'tmaydimi? Albatta bu yerda murakkab desa bo'ladi, chunki bu yerda bitta virus emas, ikkita virus. Qachonki bemorlarda B virusi bo'lgan taqdirda D virusi yuqadi va u juft virus bo'lgani uchun albatta murakkab. Lekin har doim bu murakkab deb tashlab qo'yish kerak emas. Mana yana men tajribaga aytaman. Mana shu tajribamda o'sha 38 yil davomida tajribamda ko'ryapman. Shu virusdan doimiy virusga qarshi dorini ichib tursa, parhezlarni qilib tursa, har xil stress holatlari bo'lmasa, uni qo'shimcha yo'ldosh kasalliklari bo'lmasa, qandli diabetlar, gipertoniklar va yog'li gepatitlar va yurak xastaliklari, shu qo'shimcha hamroh kasalliklari bo'lmaganda bu albatta buni sirrozga o'tishi ko'rmaymiz va buni o'sha bir xil holatda, ya'ni uzoq vaqt davomida dorisini ichib tursa, sirrozga o'tmaganini ham mana bemorlar bor. Bir necha yil, 10 yil, 15, 20 yildan beri qatnashyapti. Ular ham juda ham normal holatda yuribdi. Ularga sirrozga o'tmaganlari ham bor.